Amerikadagi Nyu-York shtatida 15 mingdan oshiq hamshiralar ish tashlab zabastovkaga chiqishgan. 2 haftadan beri ular shu zabastovkada. Ular nima talab qilishyapti? Xavfli darajada tibbiyot xodimlari yetishmasligi, yaxshi ish haqini oshirish va eng asosiysi ish joyidagi zo'ravonlikdan himoya qilishni talab qilishyapti. Bu menimcha butun dunyodagi hamshiralarga kerakli bo'lgan narsa va shuni aytmoqchimanki, shu hozir ish tashlash jarayonida bemorlarni kim qarayapti degan savol tug'iladi. Buning uchun alohida guruh hamshiralar bor, bular strike nurses deyiladi. Ular butun shu Amerikani burchaklaridan kontrakt bo'yicha ishga kelib, shu bemorlarga qarashadi va ularni oyiga nech pul deb o'ylaysizlar? Oyiga emas, haftasiga 9 mingdan 10 ming dollargacha olishadi. Haftasiga va soatiga 100 dollardan 170 dollargacha oylik olishadi. Va shunda savol tug'iladi. Bu kontrakt bo'yicha hamshiralarga shuncha pul to'lashga 2 haftadan bir tasavvur qiling, butun gospitalga shu kontrakt bo'yicha hamshiralar kelgan. Ularga oddiy hamshiralar, mana shu shtatda ishlaydigan hamshiralar, har doimgidek hamshiralar oyiga 6 ming olsa katta gap oyiga. Bular bir haftada 10 minggacha olishadi. Mayli, oyiga o'sha 10 mingni oldi deylik, bular bir haftada 10 ming olishyapti. Bu degani oyiga 40 ming olishadi. Oddiy hamshiralar, o'sha ishlagan hamshiralar 10 ming oylik oladi. 30 ming ortiqcha pul to'lanyapti hozir. O'shanga men hayron qolaman, administratsiya nimani o'ylayapti. Endi to'g'ri, butun tibbiyot Amerikada bu biznes va ularning o'zini har xil hisob kitobi bor, lekin faqat pul deyverib, kasallarni, bemorlarni xavfsizligini ham o'ylash kerak. Chunki hozir kontrakt bo'yicha keladigan hamshiralar o'tda har doim ishlashmaydi. Boshqa hamshiralar har doim mana shu bemorlarga qarab, ular uchun jonni kuydirib ishlagan hamshiralar atiga 10 ming olsa-da, bular 40 ming olsa, alam qilmaydimi? Men shu zabasovkaga chiqqan hamma hamshiralarni qo'llab-quvvatlayman va ularning niyatlari ro'yobga chiqishini tilayman. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.